Assalomu alaykum. Hozir biz ish suhbatidan namuna ko'ramiz. Bilasizlar, Kadirov IT akademiyasida nafaqat kuchli bilimlar beriladi. U yerda o'zim dars o'tmasam-da, mening metodikam bo'yicha professional dasturchilar dars berishadi va kursdan so'ng bizning kompaniyamizda praktika qilamiz. Men o'zim ham aktiv shug'ullanib, har bir qatorlarini tekshirib, maslahatlarini beraman. Rezumelarini tekshiramiz, ularga maslahatlar beramiz. Umuman olganda faqatgina bir kodlar yoki bo'lmasam frameworklar emas, aynan ishga tayyorlaymiz. Chunki bitta narsa borki, ish boshqa, mana o'qish boshqa, bilim olasiz va uni qanday ishlatishni bilish ikki xil narsa. Lekin uchinchi tomoni ham bor. Bu ish suhbati, intervyu deymiz inglizchasiga, собеседование deymiz. Bu ham alohida san'at. Nima uchun? Bir xil shunaqa собеседованиеdan odamlar o'tadiki, 10 yillik, 15 yillik kuchli bilimlari bor, lekin gaplashganingizda u o'zini qandaydir yoritib bera olmaydi va ishsiz qoladi. Shuning uchun ham bitta kompaniyada yillab mobaynida arzimagan pulga kuchli dasturchilar ishlayverishadi. Nima uchun? Chunki qo'rqishadi собеседованиеdan o'tishini. Bir xil shunaqa odamlar borki, o'zimda tariximda ham bo'lgan, bitta bolani ko'rib, juda ham kuchli dasturchi ekan, bunaqa dasturchini umrimda ko'rmaganman deganman. Lekin aslida u nimadan o'tgandan keyin, ishga olganimizdan keyin umuman bir qator ham kod yozmagan. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Chunki u prosta собеседованиеlardan o'taverib tajriba orttirgan ekan, qanday o'tishni biladi. Demak, buni ham o'rganish kerak. Hozir dasturchilarimiz agar nima desam ekan, qanchalik kuchli bilim bermaylik, собеседованиеdan o'ta olishmasa agar ishsiz qolishlari mumkin. Shuning uchun ham o'sha akademiyamizda mana shunaqa qilib intervyularni yo'lga qo'ydik. Ish suhbatini olib, nima desam ekan, ularga birinchi tajriba bo'lsin deb buni videolarini ko'rgan boshqa odamlarga ham bir tajriba bo'ladi degan umiddaman. Demak, do'stlar, ish suhbatiga kelgan kandidatimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Dilshod, yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz. Rahmat, yaxshi. Faqat bugun men ustozingiz emas, bu yerda men ish beruvchi rolidaman. Sizni tanimaganga olishim mumkin, savollar berishim mumkin. Shuning uchun ham o'zingizni bir qisqacha tanishtiring. Ismim Dilshod, familiyam Olimjonov. 1997-yil tug'ilganman. O'zbekiston Milliy universitetini bitirganman. Hozirda Kadirov Dev o'quv markazini, onlayn o'quv markazini Junior va Middle Full Stack Web Developer kursini bitirganman. Bu yerda asosan asosiy skilllar deganda PHP, JavaScript, HTML, asosan boshlanishi HTML, CSS, JavaScript, keyin JavaScript frameworklaridan Vue va PHP frameworklaridan Symfony o'rgatiladi. Bu juniorni aytayapman. Endi middle kursga keladigan bo'lsak, u yerda ham boshqacha ko'proq turlashtirilgan skilllar o'rgatiladi. Mana shu JavaScript, PHP ga tegishli. Asosan aytadigan bo'lsak, shu saytni noldan boshlab va oxirigacha serverga joylashtirishgacha o'rgatiladi. Mana shu skilllar. Nima o'rgatilgani uncha qiziq emas, nima bilishingiz qiziq. Nimalarni bilasiz? Qanaqa frameworklarni bilasiz? Frameworklardan shu JavaScriptni Vue frameworkni bilaman, PHPni, Symfony va Laravelni ham bilaman azmuncha. Oddiyroq nimalardan hisoblaydigan bo'lsak, Bootstrap, Tailwind, qaysi birlarini bilasiz? Bootstrapni bilaman, Tailwindni hozircha endi o'rganyapman. Yaxshi. Baza danliqlar bo'yicha? Baza danliqlar bo'yicha MySQL va Redis ham bilaman, ya'ni tushundim. Nimalar bo'yicha hozir texnik savollarni ko'proq beraman. Ungacha bir bilib olaman nima narsalarni bilishingizni. Misol uchun qanaqa operatsion tizimda ishlaysiz? GitLabda ishlaysizmi? Yana undan tashqari qanaqadir konteynerizatsiyalar bo'yicha xabaringiz bormi? Shu tomonlama ham to'liqroq ma'lumot bering. Tushunarli. Operatsion tizimimiz asosan Linux yoki Unix tizimiga bog'liq. Meniki Mac bo'lgani uchun Mac ishlataman va Linuxni ham
100% bo'lmasa 85%, 80% o'zlashtirganmiz. Uni ham ishlay olaman. Bu yerda Dockerni ham 100% bilaman desa ham bo'ladi, chunki nafaqat Symfony, PHP boshqa tillarni ham kontaynerizatsiya qilib ko'rganman, ishlatib ko'rganman va PHP da 100% ishlatib keta olaman Dockerni. Yaxshi. Yaxshi. Bo'lmasam keling, qanchalik bilimingiz borligini hozir savollar orqali bilib olamiz. Bilasizmi, intervyularda har doim texnik savollarga urg'u ko'p qaratishadi, lekin hard skills bor bilamiz. Bilimlarni tekshiruvchi, undan tashqari soft skills bor. Bu o'sha o'zingizda nima desam ekan, ko'proq xarakteringizga bog'liq, mas'uliyatlik va hokazo. Shu narsa bo'yicha ham juda ham muhim hisoblanadi. Masalan, shaxsan men uchun ham birinchi keling shunaqa bir situatsionni, ya'ni qanaqadir sizni voqeaga joylab qo'yamizda, psixologik savollar beramiz. O'sha holatlarda o'zingizni qanday tutasiz? Menga shunisi juda ham qiziq. Misol uchun tasavvur qiling, sizda bir yaqin o'rtog'ingiz bor. Qanchalik darajada yaqin? Hayotingizni saqlab qolgan deylik. Vaqtida. Va ko'rib turibsizki, katta kompaniyada ishlayapsiz, masalan, meni qo'limda ishlayapsiz, kompaniya deylik juda ham zo'r pul ishlab yotibdi. Shuning uchun lekin o'rtog'ingiz oyiga $100 dan kompaniyadan olib turibdi, o'g'irlayapti. Bu o'g'irlik. Va kompaniya sezayotgani yo'q, chunki kompaniya uchun juda katta bo'lmagan pul. Endi shunday holatki, siz buni ko'rdingiz, siz buni bilib turibsiz, do'stingiz bilan rosa gaplashdingiz, harakat qildingiz, nima qilishga, nima desam ekan, to'g'ri yo'lga boshlashga. Lekin tushundingizki, bularning foydasi yo'q, u o'g'irlashda davom etadi. Menga kelib aytib berasizmi? Shunaqa o'g'irlik bo'layotganligini. To'ysiz boshlig'ingizga. To'g'risini aytsam, bunaqa vaziyatga oldin ham tushganman, chunki boshqa ishda ishlaganimda xuddi shuni birga bir vaziyatga tushganman desa ham bo'ladi. Bunaqa vaziyat ko'p cho'zilgan, u to'g'rilanmaydigan inson to'g'rilanmaydi. Bu aniq. Endi bu noto'g'ri ish bo'lgandan keyin iloji yo'q, aytishga majbur bo'laman. Aniq aytishga majbur bo'laman. Aytishga majbur bo'lasiz. Kerak ham deb o'ylayman, chunki aytish kerak. Bu to'g'ri ish emas-da. O'ziga ham, kompaniyaga ham noto'g'ri ish deb hisoblayman. Lekin u hayotingizni saqlab qolgan bir tomonlama. Bunisi ham bor. Ya'ni yaqin do'stingiz shu ishni qilyapti. Bari aytgan bo'lardingiz. To'g'ri. Ajoyib, yaxshi tushundim sizda. Yana bitta savolni beraman. Tasavvur qiling, sizning kodingizda xatolik borligini loyiha уже mijozga topshirilgandan keyin bilib qoldingiz. Ya'ni sizda bir xatongiz bor, katta xato, uni to'g'rilash uchun ancha vaqt ketib qolishi mumkin. Shunda qanaqa vaziyat qilasiz? Topshirdingiz klientga, indamasdan, ya'niki tixarya paka klient sezgani yo'q uni. Sekin to'g'rilayverasizmi yoki ochiqchasiga aytib to'g'rilab berasiz? Umuman qanday vaziyatda bo'lasiz? Siz klientga topshirdingiz, misol uchun pulini ham olgansiz, o'sha klientda turibdi, lekin bilyapsiz katta xatosi bor. To'g'rilashdan bir kunlik ish emasda, masalan, 2-3 hafta kamida vaqt olishi mumkin. Qanday vaziyat yo'l tutasiz o'shana holatda? Bu vaziyatda masalan ishlab turgan bo'lish kerakmi proyekt? Ha, proyekt ishlab turgan, topshirdingiz. Xatosi bor-da. Yo'q, agar ishlab turgan bo'lsa, hozircha ishlab turgan bo'lsa, testda ishlab turishga bu bo'ladigan vaziyat, to'g'ri. Buni işte proyekt hech qachon 100% takomillashni topshirish qiyin, chunki juda cho'zilib ketadi. Juda ham cho'zilib ketishi mumkin. 100% men ideal qilib beraman deyish bu xato bo'lib, uzoqqa bormaydi, chunki ham pul tomonlama cho'zilib ketadi, bu ham qimmatga ham tushib ketadi. Keyin vaqt tomonlama ham yutqazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun boshlang'ich ishlab turgan proyektni berish topshiriladi, ishlab turadi, lekin uni xato borligini aytish menimcha xato deb o'ylayman. Aytmasdan, masalan, mana proyekt ishlab turibdi, faqat uni takomillashtirish kerak. Bu hozir ishlab turadi, testda ishlatib ko'ramiz, keyin xato joylarini emas, kerakli joylarni to'g'rilab, yana production deylik, ya'ni 100% klientga topshiramiz deb aytsak bo'ladi.
Endi qarang, u proyekt ishlab turibdi, foydalanuvchilari bor, demak foydalanuvchilar birinchi sezib qolishi mumkin-da bu xatodan. Sizdan oldin. To'g'rirog'i mijozdan oldin. Mijozdan oldin klient sezib qoladi demoqchisiz. Bu bo'ladigan vaziyat, chunki katta proyektlarda ham bo'ladi. Men o'zim ham ko'p sezib qolgan joylarim bor, xatolar, mana bu yerda xato bor. Bu bo'lib turadigan vaziyat, lekin iloji boricha tezlashtirib to'g'rilashga harakat qilgan bo'lardim. Savol shundan iborat edi-ku, mijozga aytasizmi xato borligini yo indamasdan to'g'rilayverasizmi? Xato borligini menimcha mijozga aytish kerak. Aytish kerak, ha? Aytib, Aytmasdan berish ogohlantirib. juda xato. Chunki ishonch tomonlama ham bu xato bo'ladi. Agar o'zi ham bilib qolishi aniq yoki klient tomonlama aytsa, bu noto'g'ri bo'lib qoladi keyin. Rahmat. Keyingi savol, tasavvur qiling, sizda bir hamkasbingizga bir tanbeh berdingiz, ish yuzasidan nimadir noto'g'ri qilayotgan bo'lishi mumkin, kamchiligini aytgan bo'lishi mumkin, lekin u xafa bo'ldi. Siz bilan gaplashayotgani yo'q yoki bir ranjib yuribdi. Shunda qanaqa siz yo'l tutgan bo'lasiz? Yo'l tutasiz. Bu bunaqa vaziyatga oldin ham tushganman desam bo'ladi. Chunki qo'l Tajribangiz kattami? Tajriba bor, boshqarish tizimida tajriba bo'lgan. Bunaqa vaziyat juda ko'p bo'ladi. Har safar bo'ladi menimcha. Tanbeh berganingizdek, bu insonmiz, endi xafa bo'lishga o'zim ham xafa bo'lgan paytlarim bo'ladi. Yo shu tushuntirayotgan paytda aytib qo'yish kerak yoki keyin yana chaqirib men aytish kerak, bu o'zingning foydangga yoki men seni yomon ko'rib yoki bir g'arazli niyatim yo'q deganini aytish kerak. To'g'ri tushuntirish kerak deb o'ylayman. Gaplashib ko'rish kerak, ha? Gaplashib ko'rish kerak. Shuna qo'yib qo'yish xato. Shuna qo'yib qo'ysangiz, ichida g'arazi baribir qolib ketadi. Keyin ish davomida ham bir ish chiqarish mumkin bu. Xatolik kelib chiqishi mumkin. Ajoyib. Oxirgisi texnik savollarga o'tishdan oldin tasavvur qiling, sizda team lead sifatida ishlayapsiz. Masalan, praktikada ham team lead bo'lganingizdan xabarim bor. O'sha bolalarni boshqarish va hokazo, balkim bu holat ham shuning uchun ham o'sha praktika jarayonida bo'lgandir, balkim bo'lmagandir, buni siz aytib berasiz. Xullas, motivatsiyasi yo'q. Komandaning motivatsiyasi yo'q, ishlagisi kelmayapti va hokazo. Bu yo'lda nima yo'l tutasiz? Qanday qilib bir motivatsiya qilishingiz mumkin? Ya'ni ish to'xtatilgandek bo'lganda. Bu vaziyatda team leadni menimcha eng birinchi vazifasi ham shu bo'ladi. Orada masalan liderlik xususiyati kerak bo'ladi menimcha. Lider degani nima? Mana ishini bajar, qil deb orqadan emas, oldindan birga deb boshlash kerak. Birga qani mashina tugatishga nima xato bo'lyapti? Masalan, birtasi xato bo'lsa ayta olmaydiganlar bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi. Uyalganidan masalan, mana shu yoqda o'xshamayapti deya olmaydi. So'rashga nima bo'ldi? Mana shu holat bo'lyapti. Top deymaydi. Yo'q, bo'ldi-ki, birga topamiz. Yo men top beraman emas, ke birga topamiz, shuni hal qilamiz. Deb individual gaplashish kerak ko'pchilik bilan. Birga gaplashib o'tirib majlis qilishda ham motivatsiya bo'lmaydi. Men ko'p bo'lgan, chunki majlisni o'zim ham yoqtirmayman, juda yomon ko'raman. Majlisdan ko'ra individual gaplashish 100% to'g'ri deb o'ylayman. Alohida yakkama-yakka gaplashib olish to'g'riroq deysiz. Alohida. Yaxshi, rahmat. Shu o'rinda bizda masalan kimdir ijtimoiy tarmoqlardan ko'rayotgan bo'lsa-ga, siz ham yozinglar, izohlarda mana shu 4 ta savolga qanday qilib javob bergan bo'lardilaringiz. Chunki hozir texnik savollarga o'tamiz. Texnik savollarda javob berish juda ham oson. Qaysi ma'noda bu bilimingiz bor yoki yo'q? Agar biron bir собеседованиеdan o'tayotgan bo'lsangiz, bilmagan savollaringiz bo'lsa, uyga kelib olib, javobini qidirib topishingiz mumkin internetdan va keyingi safarga yana ham yaxshiroq tayyorlanishingiz mumkin. Lekin mana bunaqa psixologik savollarga qanday qilib to'g'ri javob berish, bu ko'pchilik bilmasligi mumkin. Birinchi navbatda yozinglar, sizlar ham siz qanaqa bu holatda nima qilgan bo'lardilaringiz? Men uchun juda ham qiziq, hammaga bir e'tibor bilan qarayman, o'qiyman. Agar rostdan ham qiziqish zo'r bo'ladigan bo'lsa, balkim keyingi videolarda alohida qilib qanday qilib to'g'ri javob berish kerakligini alohida video qilarmiz. Davom etamiz. Dilshod, yaxshi, javoblaringiz menga yoqayapti. Keling, bo'lmasam texnik savollarga o'tamiz. Tayyormisiz? Albatta.
Demak, bizga full stack developer kerak, как раз full stackligingizda aytdingiz. Birinchi navbatda masalan backenddan boshlaylik. Oddiy PHP dan oddiyroq savollardan boshlayman. Misol uchun public, private, protected modifikatorlari bor PHP da, umuman boshqa tillarda ham bor. Buning vazifasi nima? Publicdan boshlaylik. Men public anaqalarni xususiyat nima demoqchi edim. Publicni oladigan bo'lsak, masalan, public anaqalarga propertylar deylik. Propertylarga nafaqat klassni o'zidan, klassdan tashqari bo'lgan funksiyalardan, klassdan tashqari bemalol murojaat qilsa bo'ladi, ya'ni chaqirib olib ishlatsa bo'ladi. Private'ga klassni ichidan, klass ichidagi boshqa funksiyalardan klassni ichidan boshqa funksiyalar bo'ladi. Masalan, klassni ichida ikkita funksiya bor deydi. O'sha boshqa birinchi funksiyadagi, ikkinchi funksiya, uchinchi funksiyalarga bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Protectedga endi faqat getterlar orqali yoki faqat shuning ichida murojaat qila olamiz. Bu protected himoyalangan degan ma'noni ham beradi. Asosan shu metod private bilan protected farqi qanaqa bo'lyapti? Private bilan protected farqi, private'ga aytgandek, qanday desam bo'ladi? Asosiy farqini hozir qanday tushuntirsam bo'ladi? Private'ga aytdingiz, xususiyatlarga, demak, sinfning ichidan murojaat qilsa bo'ladi dedingizda. Publicga boshqa sinflardan ham murojaat qilsa bo'ladi dedingiz. O protected shunda qanaqa bo'lyapti? Hozir asosan adashtirib qo'ydim menimcha. Public so'ylab turgunizcha uzoq aytib ketaman. Собеседование paytida shunisi minuski, odamlarga sen mana shuni to'g'ri aytding yoki noto'g'ri aytding deb hech kim sizga aytmaydi. Shuning uchun ham keyin o'ylab yurasiz, to'g'ri javob berdimmi, noto'g'ri javob berdimmi deb. Bu ham butun intervyu davomida psixologik bosim bo'ladi. Sal erkinroq qarash kerak, chunki nima desam ekan, bilmagan narsalaringizni uyga borib baribir ko'rib olasiz va keyingi safar yaxshiroq tayyor bo'lishingiz mumkin. Bekorga siqilganingiz qoladi bunday olganda. Bo'lmasam qarang, sal keyinroq bunga qaytamiz. Keyingisi nimalarga o'tib ketaveraylik. PHP da trade degan narsalar bor. Bular haqida bilasizmi? Albatta. Trade bu shunday funksiyalarki, klasslar desa ham bo'ladi. Masalan, abstract yoki bir shunday protected yoki faqatgina getter orqali yoki extend qilib, ya'ni nested qilib yoki implement qilib ishlatilgan funksiyalar, endi bu interface va abstraktlar. Lekin trade'larni shunday ishlatish mumkinki, to'g'ridan to'g'ri implement qilmasdan to'g'ridan to'g'ri chaqirib ishlatsa ham bo'ladigan static funksiyalar desa ham bo'ladi. Bularni endi 100% ishlatish to'g'ri deb o'ylamayman, chunki xatolik kelib chiqishi mumkin yoki bir iloji bo'lmagan vaziyatda ishlatish kerak deb o'ylayman. Kamroq ishlatish kerak. Yaxshi. Solid prinsiplari haqida gapirib bera olasizmi? Solid prinsiplari. Solid prinsiplari birinchidan boshlab qolaylik. Single responsibility. Ya'ni yagona single responsibility, ya'ni yagona o'zbekchasi hozir menga tarjimasi emas, aynan shu nima ekanligi ko'proq qiziqroqda. Nima uchun ishlatirishim shundan boshlab qo'yadi. Umuman собеседованиеlarda masalan shunday Wikipediyadan yodlab olib to'g'ri gapirib bergan emas, tushuntirib bera olgan muhimroq. Solid prinsiplarini open'i to'g'ri kod yozishga mo'ljallangan va yillar davomida ishlatib kelingan, to'g'ri deb ishlatib kelingan prinsiplarga aytiladi. Ya'ni solid shu kod yozishimizda to'g'ri va xavfsiz qayta ishlatishga
to'g'ri keladigan qilib ishlatish uchun chiqarilgan prinsiplar, yillar davomida yig'ilgan prinsiplar deb hisoblayman. Aytib bera olasizmi? S nima narsa, ya'niki ma'nosini. Hozir aytganimdek to'g'ri nima qilish shart emas, o'zbekchasini bilish va hokazo, lekin S degani nima u yerda, I degan, umuman S olganingizda hammasini bilmasangiz ham, qanchasini S olsangiz shularni aytib bersangiz. Birinchisi S single responsibility. Yagona javobgarlik prinsipi deylik. Bu bitta klass, ya'ni bitta klass faqat bitta vazifa bajarish uchun ishlatiladi. Bu shunday prinsip hisoblanadi. Faqat bitta javobgarligi bo'lishi kerak. Men bitta klassni ham masalan robotni oladigan bo'lsak, bitta robot mana mashina ishlab chiqaradigan robot deylik. Bu bir mashina ham eshigini, ham balonni almashtirishi noto'g'ri. Undan ko'ra ham eshikni alohida bitta robot, ikkinchisi baloniga alohida bitta robot qilib chiqargan ma'qul. Bu shunda qisqa qilib keyingilarni ham misollarsiz qisqa qilib aytib keting. Chunki savollarimiz ko'p. Open closure prinsipi ikkinchisi. Ochiqlik va yopiqlik prinsipi. Bu ya'ni klass ishlash uchun ochiq, lekin o'zgartirish yo'q. Ishlash uchun ochiq bo'lishi kerak, lekin o'zgartirish uchun yopiq bo'lishi kerak. Shunday prinsip hisoblanadi. Keyingisicha? Liskov substitution. Liskov prinsipi desa ham bo'ladi. Ya'ni kodni qayta ishlatishga asosan kelib qayta ishlatish uchun masalan bitta kodni, klassni faqat bitta joyda emas, masalan bu bitta klassni ishlatgandan keyin ikkinchi ota klassdan bola klassga ishlatgandan keyin bola klass ham ota klassni bemalol ishlata olish kerak. Bola klass ham ota klassni vazifalarini bajara olish kerak deb shunday prinsip hisoblanadi. Keyingisicha? Interface segregation. Interface segregation ya'ni interfayslarni yakkalash, ya'ni masalan bitta aytganimdek bitta interfaysda 3 ta 4 ta vazifa bo'lmasligi kerak. Masalan bitta interfaysni ishlatgandan keyin hoki undagi hamma vazifalarni ham bajara olmaydi bitta funksiya, obyekt, ya'ni interfayslarni yakkalash prinsipi. Alohida bo'limlarga ajratish prinsipi hisoblanadi. Oxirgi tamoyilimiz qanaqa? Dependency inversion. Nima degan? Bu prinsip hop. Hozir hayajonda esga kelmayapti. Birinchi собеседованиеңiz, IT bo'yicha. Tajriba bo'ladi, nasib. Aytganimdek hozir dependency inversion bu bitta klass, mana interfaysni bitta klass interfaysni hamma funksiyalarni bajarishga majbur bo'lmasligi kerak. Mana to'g'ri kelmasligi ham mumkin, majbur bo'lmasligi kerak. Ya'ni interfayslar alohida bo'lgandan keyin hop bu yo'q. Ya bir-biriga bog'liq bo'lmasligi kerak. Ota klasslar bola klassdan bir-biriga nima demoqchiman? Hozir qaram bo'lmasligi kerak demoqchisiz. O'zbekchasiga qiynalyapsiz. Yaxshi, ajoyib. Endi Symfony bo'yicha ham bir savollar beraylik. Dependency injection nima narsa Symfonyda? Dependency injection ya'ni xuddi shu qaram bo'lishga qaratilgan, bu ham xuddi shu qaram bo'lmasligi shu. Yo, qanaqa qilib ishlatasiz masalan? Sal keyinroq gaplashaylik bu haqda. Biron bir sinf kerak sizga, nima qilib, qanaqa qilib ishlatasiz masalan ikkinchi klassda? Asosan sinfni extend qilib ishlatsak bo'ladi. Nasliyatsi orqali demoqchiman.
Yo'q, bu nasliysi orqali siz uni kengaytirasiz. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, masalan, biron bir factory class turibdi, sizda umuman kontrollerni ichidasiz masalan. Buni o'sha factory orqali siz qanaqadir obyekt yaratishingiz kerak deydi. Ya'niki siz bitta sinfda turib, boshqa sinfda ishlatmoqchisiz. Qanday qilib ishlatishingiz mumkin? Ha, bu endi tushundim. Konstruktor orqali, Magic Metal orqali, konstruktor orqali chaqirib ishlatsak bo'ladi. Yaxshi. Doktrina va entitilar nima narsalar ular Symfonyda? Symfonyda doktrin bu ma'lumotlar ombori bilan asosan ma'lumotlar omboriga aloqa o'rnatish uchun ishlatiladigan paket deb hisoblasak ham bo'ladi. Entity-chi? Ikkinchisi nima dedingiz? Entitylar bu model. Ya'ni obyekt desak ham bo'ladi. Model, entitylar bu model. Ma'lumotlar omborida bir asosiy bir vazifani bajaruvchi obyekt deb hisoblaymiz. Ya'ni o'zida ma'lumot saqlovchi modellar. Yaxshi. Ajoyib. Keyingi savolga o'tamiz. MySQL bo'yicha ham masalan inner join bor, left join bor, right join bor. Bularning farqi qanaqa? Joinlar ma'lumotlar omboridan ma'lumotlarni kerakli tartibda olib kelishga ishlatiladi. Shularni join deb aytamiz. Masalan, inner join ikkita tablitsani olib keluvchi, masalan, ikkita tablitsani ham bir-biriga mos qilib olib keluvchi, bir-biriga mos bo'lsa olib keluvchi funksiya deb olsak, shunaqa hisoblaymiz. Inner join bu. Left join desak, left join bu ma'lumotlar omborida birinchi chap tablitsaga, chapdagi left shu chapdagi tablitsaga birinchi so'ralganini olib keladi va unga mos chap tablitsaga mos keladiganlarni o'ngga olib keladi. Yaxshi. Right join xuddi shuni teskarisi desa ham bo'ladi. O'ng tarafda kerakli so'rovlarni chaqirib oladi va chapga unga mos bo'lganini olib keladi. Ajoyib. Order by, group by degan narsalar bor. Bular nima uchun shug'ullanadi? Nima ish qilishadi? Group by degani bu ma'lumotlar omborida xuddi shu ma'lumotni olib kelish uchun group o'z nomi bilan grupp qilib olib kelinmaydi, gruppa qilib olib kelish uchun ishlatiladi. Bu yerda masalan grupp masalan tablitsada har xil gruppalar qilib olib kelinadigan bo'lsak, xuddi shu group by qilib ishlatamiz. Order by faqat ma'lumotlar masalan gruppa ma'lumotlari ichidan asosiy birinchisini olib kelamiz degan bo'lsa ham bo'ladi. 4 ta gruppa bo'ladigan bo'lsa, to'rtalasi ham bir xil ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, o'sha har bittasidan bittadan olib keladi. Yaxshi. Limit nima qiladi? Limit bular ma'lumotlarda masalan 1000 ta kontakt bo'ladigan bo'lsa, shu 1000 taga 20 tasini olib kelib limit berishimiz mumkin. Shunday. Order by bilan nima farq bo'lyapti shunda? Order by ham cheklaydi dedingiz-da, adashmasam, to'g'ri? Order by cheklaydi, lekin bu masalan grup limit faqat aytgan tablitsangizda limit qilib olib keladi. Order by lekin o'zi bilgan holda ketma-ketlikda olib keladi. Ketma-ketlikda. Ketma-ketlikda nima deyishimiz mumkin? Ya'ni first deb hisoblaydigan birinchi qanday olsa bo'ladi? Mana ASCII va DESCII holatda olib keladi. Nima degani u? Yo'q, to'g'ri aytyapsiz, lekin faqat programmist tushunadigan tilda aytyapsiz-da. O'zbekcha aytaylik. ASCIIni oladigan bo'lsak, ro'yxatdan, masalan, maktabda bo'ladigan bo'lsa, A harfidan boshlanardik. Ro'yxatda birinchi tepadan olib keladi ASCII. DESCIIdan oladigan bo'lsak, eng oxiridan tepaga qarab olib keladi. Tushunarli. Yaxshi. Front-end qismiga ham savollar beraylik. Masalan, JavaScriptda let bor, const bor, shularning farqini bilasizmi? JavaScriptda let asosan o'zgaruvchilarni yaratish uchun ishlatamiz. O'zgaruvchani yaratmoqchi bo'lsak, let qilib o'zgaruvchani yaratamiz. Const bo'lsa, bu o'zgarmaslar uchun ishlatiladi. O'zgarmas, ya'ni bir yaratilgandan keyin uni o'zgartirish mumkin emas. Yaxshi, Vue.js'da v-if degan bir atributimiz bor. Bu nima narsa? V-if asosan shartli operatorlarda ishlatadi va if else shunday agar deb oladigan bo'lsa ham bo'ladi. Va if shartli operator.
Nima uchun ishlatiladi? Nima qilamiz uni? Misol keltiring. Misol keltirsam, masalan, ikkita funksiya yaratdik. Birinchi holatda masalan bunday holat bo'lgan bo'lsa, if qilib ishlatamiz va if agar shu funksiya bo'ladigan bo'lsa, shuni olib kel. Bo'lmasa, ikkinchi funksiyani berib qo'ysak bo'ladi. Yaxshi. Viewda yana computed degan xususiyatlar bor. Ular haqida nima bilasiz? Computed bu masalan asinxron yoki sinxron ham bo'lsa bo'ladi, lekin computed bu masalan PHP asinxron deb hisoblasak, lekin JavaScriptda computed ishlatgandan keyin asinxron emas. Mana birinchi funksiya ishlamadi, 4 ta funksiyadan murojaat qiladigan bo'lsak, birinchisi ishlamasa ham ikkinchisi ishlab ketadi shunda. Computedda shu vaziyatda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni undan oldingi funksiyani kutib o'tirmasdan ikkinchisiga o'zi ishlab bilib ishlatib ketadi. Yaxshi. Bo'lmasam keyingi savollar. Docker'da bilaman dedingiz. Docker'da konteynerlar va tasvirlar, image'lar bor. Ularning farqi nima? Tasvirlar, mana shu image demoqchi bo'ldingiz, shumi? Da, image, konteyner ikkalasining farqi nima? Ha. Konteyner deb oladigan bo'lsa, bu umumiy qilib olganda, masalan, PHP konteyneri umumiy hammasini bitta qilib oladigan bo'lsak, konteyner hisoblanadi. Image bo'lsa, hop. Hozir bu ham eski kelmay qoldi. Hozir esdan chiqib qoldi. Mayli, chiqishi yo'q bo'lib turadi. Docker Compose orqali konteynerlarni qanday boshqarish mumkin? Docker Compose orqali masalan, ishlab turgan konteynerga Docker Compose, masalan, bash Compose orqali buyrug'i orqali konteynerlarning ichiga kirib olamiz va ularni ichidagi terminalga kirib olish uchun ishlatiladi asosan. Va ularga Compose orqali buyruq beramiz. Misol uchun, barcha konteynerlarni ko'tarmoqchi bo'lsa agar, ya'ni ish holatiga olib kelmoqchi bo'lsa agar, qanaqa buyruqni teramiz? Hammasini birinchi navbatda Docker Compose app qilib yoqib olamiz. Agar ularni interaktiv tizimga o'tkazmoqchi bo'lsak, Docker Compose app chiziqcha D orqali interaktiv yoqib qo'yamiz. Shunda hamma konteynerimiz yongan hisoblanadi. Ajoyib. Docker build buyrug'i nima ish qiladi? Docker build bu masalan Docker Compose YAML faylini ichidagi emas, alohida bir Docker fayl yaratib, masalan, PHP ga paket qilib nima o'rnatish kerakligi to'g'risida ichiga paket kiritamiz. PHP ning ichida nima o'rnatish kerak shu papkaning ichida alohida Docker Compose YAML fayli ichida shu paketga yo'l ko'rsatganimizdan keyin o'sha paket ichidagi kerakli content yoki image deylik, image o'rnatmoqchi bo'lsak, Docker build buyrug'ini ishlatamiz. Yaxshi. Git bilan ishlaysiz? CI/CD degan nimalar bor. CI/CD bu nima narsa? CI/CD Continue Integration, Continue Development deb oladigan bo'lsak, bu asosan deployment ishlatiladi. Server bilan, ya'ni proyektni yuklagandan keyin GitLab bu yerda o'rtakash hisobida ishlaydigan bo'lsak, masalan, proyekt уже ishlab turibdi deylik serverda. Unga o'zgarish kiritishimiz kerak. Shunda biz o'zimiz bu yoqdan integratsiya qilamiz. Masalan, kodga o'zgartirish kiritib, hammasini to'g'rilab, GitLabga yuboramiz. GitLab bu yerda o'zi stage'lari bo'ladi. Masalan, CI/CD ning stage'lari bo'ladi. Birma-bir tekshirib, test qilib va uni serverga yuboradi va serverda o'zi hamma o'zgarishlarni kiritib yuboradi. Asosan shunday deployment ishlatadigan. Hozir Gitda qanchalik yaxshi ishlashingizni, bilimlaringizni tekshirish uchun bir misol keltiring. Masalan, o'zingiz kompyuteringiz bor.
o'zingizni kompyuteringizdan bir proyekt yaratib, serverga masalan GitLab kabi, GitHub kabi farqi yo'q. Yubordingiz, ya'niki bulutli tizimga yubordingiz va ishxonaga bordingizda uni boshqa papkaga, demak, qo'pol qilayotganda skachat qilib oldingiz, qayta yuklab oldingiz. Mana shu etaplarda aynan buyruqlar bilan tushuntirib bering. Birinchi nima qilasiz, keyin nima qilasiz? Yuklab olishni aytmoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, birinchi siz avval Yuklab repozitoriy yaratishingiz kerak, keyin endi men o'zim podkastga qilgim kelmayapti-da, umuman bitta papkangiz bor, shuni serverga joylashingiz kerak, o'zingiz kompyuteringizda turib birinchi qiladigan. ha, joylanmagan. Keyin joylab, ishxonaga keyin borgandan keyin tortib olish kerak. Mana shuni hammasini tushuntirib berishingiz kerak. Ha, bo'ldi. Birinchi proyektimizni Gitga qo'shishimiz kerak, repozitoriy yaratishimiz kerak. Bu ya'ni git init. Gitga, ya'ni repozitoriy yaratadi, git init. Keyingi qadamcha tez-tez aytib ketavering. Birinchi navbatda gitga qo'shamiz, git init repozitoriy yaratadi va commitlar bor, commit qilamiz, git commit. So'nggi yoki undan oldin qilingan bo'lsa, oxirgi so'nggisini qilib bajaramiz. So'nggi commit qilamizda, keyin uni GitLab, birinchi GitLabda o'zimizga GitLabdan o'zi bog'liq, GitLabga o'rtada bog'liq bo'lish uchun bog'lanish kerak birinchi kompyuterimiz bilan. O'sha GitLabdan SSH kalitlar, masalan, birinchi navbatda SSH kalitlarni qo'yamiz va Git bilan o'rtada aloqa o'rnatib bo'lgandan keyin Gitda ham repozitoriy yaratamiz birinchi. Gitda repozitoriy yaratgandan keyin xuddi shu repozitoriy ichiga kirganda o'shandan ssilka olib turib, ssilkani shu o'zimizning kompyuterimizdan ssilka bo'yicha git push qilamiz. Git push qilgandan keyin GitLabda ko'rinadi. Keyin ishxonaga bordingiz, davom eting. Ishxonaga bordik. GitLabda o'sha proyektni yana yuklab olmoqchi bo'lsak, boshqa kompyuterga, xuddi shu yana boshlanishda o'sha kompyuterga birinchi git va aloqa o'rnatamiz, SSH kalitlar orqali generate qilib, keyin u yerda yana xuddi shu kompyuterda yana boshqatdan o'sha papkani ochib olgandan keyin papkadan to'g'ridan-to'g'ri git pull qilib olsak bo'ladi. O'sha birinchi navbatda GitLabdan ssilka olib, o'sha ssilkaga git push qilamiz. Git pull qilamiz dedingiz, lekin git pull sizda mavjud repozitoriy haqida gap. Lekin sizda hali biron bir papkangiz bo'lmasa, hali yangi repozitoriy klon qilishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi. Ajoyib. SSH haqida gapirdingiz, kalitlarni yaratish, serverga ulash kerak bo'ladi dedingiz. Bu haqda ham gapirib bering. Qanday qilib o'zingizda kalit yaratasiz, qanday qilib GitLabga joylaysiz, shular qisqa. Birinchi navbatda o'zimiz terminalda SSH kalitni SSH key generate buyrug'i orqali yaratamiz va u kompyuterimizda SSH kalitlarni yaratadi. Va u SSH ikkita kalit yaratadi, private va public keylarni yaratadi. Uning ichidan private keyimiz o'zimiz uchun, ya'ni masalan shifrovanniy desak bo'ladi, masalan shifrovanniy ma'lumotlar o'zimiz orqali shifrlangan ma'lumotlarni ochib berish uchun kalit ishlatiladi. U private o'zimizda qoladi. Publicni ichidagi xuddi shu public shifrlangan ma'lumotni olib kalit deb hisoblaylik. Kalitni olib GitLabda SSH nimalari bor. SSH o'zi o'zgaruvchanlari bor. O'zgaruvchan yaratamiz. Shu o'zgaruvchanlarning ichiga variablelarning ichiga SSH keyga qo'shib qo'yamiz. Shunda kompyuterimiz bilan bog'liq o'rtada aloqa o'rnatiladi deb hisoblasa ham bo'ladi. Shunda o'zingiz kompyuteringizda qanday kalit yarataman dedingiz? SSH key generator orqali. Keyin. Yaxshi. Linuxning qanaqa distributivlarini ishlatgansiz? Linuxning asosan Ubuntu va Fedora'sini ishlatganman. Fedora. Ubuntu ishlatgan bo'lsangiz, demak apt-lar haqida xabaringiz bor. Misol uchun masalan bo'ladi. Biron bir dasturni, masalan HTOP dasturi bor, bilamiz. Qanaqadir proseslarni ko'rsatib turadi. O'shani Ubuntuda qanday qilib o'rnatiladi terminal orqali va Fedora'da qanday o'rnatiladi? Shularni aytib bersangiz. Ubuntuda terminalda o'zi maxsus kodlar orqali, masalan apt, birinchi apt-ni yangilab olamiz deylik. Apt nimamizni nima desa bo'ladi? Ya'ni papkamizni deylik, apt hozir
nima edi u? Yana o'zbekchasi esimdan chiqib qolyapti. Ruscha ayting, inglizcha ayting, farqi yo'q. Umuman biron bir dasturda o'rnatmoqchisiz. Eshitoq bo'lish shart emas, shuni terminalda o'rnatmoqchisiz. Ana marketlik, ya'ni tashqi ko'rinishli knopkalar orqali emas, terminalda. Nima ish qilasiz? Ya'ni apt install htop kodi orqali ishlatsak bo'ladi. Bu qaysi birida? Birinchi navbatda u Fedora'ni aytdim hozir. Aha. Ubuntuda uni ham shu terminal orqali apt install htop, ya'ni htop yana ketma-ket boshqa paketlarni o'rnatsak ham bo'ladi. Da, probel bilan boshqa paketlarda ham yozsa bo'ladi. Faqatgina Fedora'da sal boshqacharoq edi. Ubuntu bo'yicha to'g'ri aytdingiz. Ubuntu bo'yicha to'g'ri qildingiz. Aytdingiz, mayli, yaxshi. Linuxda cron degan narsa bor. O'sha vazifalar, planlar qilsak bo'ladi. U qanaqa ishlaydi? Mana cron nima narsa? Mana shunaqa tushuntirib bersangiz. Bo'lsa, ya'ni cron vaqtga, masalan, vaqtlar, o'zimiz qo'ygan vaqtda kerakli buyruqni bajarishga ishlatiladi. Masalan, biz bir kodni har kuni ertalab soat 9 da bajar deb shu cronga yozib qo'ysak bo'ladi. Masalan, ertalabda o'zi soat 9 da har kuni bitta buyruqni bajarishni boshlaydi. Xuddi shunday kerakli vaqtni tanlaymiz. Xuddi shu vaqtga cronni to'g'rilab moslab qo'ysak bo'ladi. U o'zi avtomatik tarzda o'sha kodni buyruqni bajaradi. Yaxshi. Bo'lmasam собеседованияларда mana shunaqa umuman rahmat. Birinchi navbatda Dilshod. Собеседованиyadan mana o'tib ko'rdingiz. O'sha hozirgi paytga kelib, masalan, haqiqiy собеседование bo'lganda men sizga bo'ldi, katta rahmat, tanishganimdan xursandman, sizga qo'ng'iroq qilamiz deb aytishim kerak o'zi. Siz uyga borib o'ylab yotishingiz kerak, qo'ng'iroq qilarmikin, qilmasmikin, chunki qo'ng'iroq ishga olmoqchi bo'lsa qo'ng'iroq qilishadi, lekin 1-2 kun vaqt o'tib ketishi mumkin. Undan tashqari ishga olmasak umuman telefon qilishmaydi. Telefon qilib men seni ishga olmayman demaydi hech kim. Shuning uchun ham ikkilanib, nima bo'lar ekan deb nima qilgan bo'lardingiz va yomon tomoni собеседованиялар o'sha ish suhbatlarida hech qachon sizning xatolaringiz aytilmaydi. Biz esa endi bu hali praktika mobaynida bo'lgani uchun o'sha nimadan tashqari o'sha efirda to'xtatganimizdan keyin bu haqida ham gaplashamiz. Qanaqa xatolar bo'ldi, qanday qilib yana rivojlanish kerak va hokazo. Va o'ylaymanki, mana boshqa o'sha o'quvchilarga ham bu narsa foydali bo'ladi. Buni demak muhokama qilamiz nasib bo'lsa. Menimcha o'zingiz ham zapisni ko'rgandan keyin qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa agar tushunib olasiz. Chunki собеседованиyadan har bitta собеседованиyaga borganingizda, haqiqiy собеседованиyalarda ham sizning maqsadingiz o'sha rivojlanish bo'lishi kerak. Ya'niki ish oqtargan odam birta joyda necha yildir ishlagan odamdan ko'pincha bilimliroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki borsangiz agar siz ancha oldin bilgan texnologiyalaringiz emas, yangi masalan Go tilini so'rashi mumkin yoki bo'lmasam sizga MySQL emasda Postgres haqida, SQLite'lardan savol berishi mumkin. Siz o'tgansiz, siz bilasiz, lekin ishlatmagansiz, hayajonlansiz, esdan chiqqan yoki umuman bilmagansiz, uyga borib qidirasiz, ChatGPT bilan suhbatlashasiz, Google bilan gaplashasiz va bilimingizni yanada rivojlantirib borasiz. Bu normal holat. Lekin esa bu haqiqiy ish suhbati bo'lmaganligi uchun men sizga bir ikkita narsalarni maslahat berishim mumkin shu yerda o'zida ham. Bu nima desam ekan? Sizda bilimlar, chunki men sizni bilaman, praktikada zo'r proyektlar qildingiz, boshqa qildingiz, o'sha timlidan bo'ldingizda, sizni yaxshi bilganim uchun men sizni ikkilanmasdan ishga olgan bo'lardim. Lekin o'zingizni собеседованиyada baribir nima desam ekan, kamchiliklar bo'ldi, qaysi tomonlama terminlarda xatolar bo'ldi yoki bo'lmasa bilaman, yaxshi ishlaysiz, yaxshi bilasiz bu narsalarni, lekin aytib berishda sal qiynalyapsiz. Demak, обязательно bu videoni ko'rib olib bir qayta nima qilib chiqing. Собеседование bu birinchisi uchun juda ham yaxshi menimcha. Chunki hayajon boshlangan paytda hamma narsa esdan chiqib ketadi. Misol uchun bu bunaqa narsada hayajon shunday ishlaydiki, men
ingliz tilida masalan kinolar ko'rishim mumkin, boshqa qilishim mumkin. Keyin bir yaqinda ko'chada bir qora tanli odam turgan ekan, bir opa, "Uzr, siz ingliz tilini bilmaysizmi? Mana shu kishi bilan shu narsani tushuntira olmayapman" dedi do'konda. Men bilaman ingliz tilini deb oldiga bordim. O'lay agar mana shu necha yildan beri qanday o'rgangan bo'lsam, boshqasi hammasi esdan chiqib ketdi. Arang, qandaydir imo ishoralar bilan tushuntirdim. Hayajon shunaqa ishlaydi. Bizning vazifamiz как раз таки mana shunaqa собеседованиялар, rolivoy o'yin o'ynab, xuddi men sizni ishga olyapman, собеседованиеdan o'tyapsiz, siz ham tayyorlanib, jiddiy nima bo'lib, mana shunday qilaversa agar sizda hayajonlar ketadi va bemalol biron bir ishxonaga borgan payt eshik tepib kiradigan darajada kelasiz. Endi qarang, agar hozirgi собеседование ilgari mana shunaqa faqat suhbatdan iborat bo'lgan bo'lsa, hozir bilishadi-da ko'pchilik. Birinchidan hayajonlanib o'zini ochmagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, nabarot yaxshi gapirgan bo'lsangiz, zo'r gapirgan bo'lsangiz, gapga chechandirsiz, o'zingizda yaxshi prezentatsiya qila olasiz, lekin ishda yo'qdirsiz. Shuning uchun ham masalan hozir juda ham ko'pchilik ishxonalarda urf bo'lgan narsa bu topshiriq berib ko'rish. Keling, men ham sizga bitta topshiriq beraman. Bu topshiriqni serverga joylab, o'zingizning biron bir serveringizga joylab, rezyumengizga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sizda ham rezyumengizni mana bu hozir YouTube'dagi videomiz ostiga linkini qo'yib qo'yamiz. Demak, kimgadir qiziq bo'lsa agar ko'rishi mumkin bo'ladi. Endi qanaqa zadacha? Futbolga qiziqasizmi? Masalan, O'zbekiston o'ynasa, ajab qiziqasiz. Hozir jahon chempionatiga chiqish saralashi ketyapti, to'g'rimi? Yaxshi. Siz full stack dasturchisiz, shuning uchun ham backenddan, ham frontenddan bo'ladi. Ya'ni hammasini to'liq o'zingiz qilishingiz kerak bo'ladi. Saralashda adashmasam 3 ta gruppa bor bizda hozir. O'sha 3 ta gruppada internetdan qaraysiz, nechta komanda bor? 6 tami, 7 tami har bittasida va birinchi, eng tepadagi yuqori birinchi va ikkinchi o'rinda olgan nimalar to'g'ridan to'g'ri, ya'ni 6 ta komanda jahon chempionatiga chiqadi. Undan keyingilari ham bor, 3-o'rinda olganlar bir liga bo'lib o'ynaydi, boshqalar, buni inobatga olmaymiz hozir. Topshiriq shundan iboratki, mana shu avval Osiyo chempionatini bir o'rganib chiqasiz. Osiyo chempionati emas, Osiyoning saralash bosqichini. Qanaqa nimasi bor, kimlar bilan o'ynaydi, xuddi mana shu komandalarni qo'yasiz. Boshqa komandalar bo'lmaydi va avtomatik tarzda o'yinlar bo'lish kerak. Masalan, tasavvur qiling, 3 ta tablitsa turibdi va pastda o'yinlar ro'yxati turibdi. Birinchi raundni bossam yoki keyingi raund degan bitta knopka bo'ladi. Keyingi raundni bossam agar birinchi o'yinlar bo'ladi. O'zbekiston Qatar bilan 2-1 o'ynadi. Tavakkal. Nimalar random bo'ladi, nima desam ekan, natijalar. Lekin random bo'lganda ham muhim narsa qanaqadir vazn bo'lish kerak har bitta komandada. Masalan, O'zbekiston bilan deylik Yaponiya o'ynasa, O'zbekistonni yutqazish shansi ko'proq, to'g'rimi? Endi Yaponiya kuchliroq. Osiyodan o'ylab qaraydigan bo'lsa agar. Masalan, boshqa biron bir komanda bo'ladigan bo'lsa, tengroq bo'lishi mumkin. Qaysidir komandani oson yutish kerak O'zbekiston. Demak, qanaqadir bir vazn bo'lish kerak har bitta nimani. Lekin baribir случайность, o'sha randomlik xususiyati qoladi, sababiki O'zbekiston Yaponiyani ham yutib qo'yishi mumkin. Osiyo chempionatida masalan Osiyo saralashida Braziliya yo'q, lekin Braziliyani ham yutish imkoniyati bor. Bu narsani qo'yish kerak. Что shansi bor. Shansi bo'lgani bilan baribir ehtimoli kamroq bo'ladi O'zbekistonda Yaponiyani yutishini va hokazo. Umuman tushundingizmi nima demoqchiligimni? Qani, qarang, keyingi raundda bosgan paytingizda har bitta o'yinlar, har bitta guruh kimlar kim o'ynasa agar shunaqa o'yinlarda necha hisobi bajariladi. Bajarilgandan keyin tablitsa ham, 3 ta tablitsa ham o'zgaradi shunga yarasha. Ya'niki yutganga 3 ochko beriladi, yutqazganga 0 ochko, durangga 1 ochkodan bo'lib berishadi. O'shanga qarab reyting ham almashadi. Va keyingi raund bosavergandan keyin oxiriga yetgandan keyin biz bemalol bilishimiz mumkin. Demak, 6 ta qaysi komandalar jahon chempionatiga chiqdi. Mana shunaqa zadacha bo'ladi sizga, qiyin.
juda ham qiyin zadacha aslida, lekin shunaqa qiyin zadachalarni ko'rish nima desam ekan, oson zadacha berganda nima foyda, to'g'rimi? Ko'raylik, qani nimaga qodir ekansiz. Aytishadi, gapirishni bilasan, qani ishda qanaqasan deydi-yu. Shunaqa bo'ladi. Qo'lingizdan keladimi, nima deb o'ylaysiz? Ajoyib. Yaxshi, rezyumengizga ikkita narsani qo'shishingiz kerak bo'ladi. Mana shu ishlab turgan o'sha web variantini, web dasturining o'sha sayt orqali kirib yoki domen orqali kirib ko'rishimiz mumkin bo'lsa, ikkinchisi GitHub yoki GitLabga joylashingiz kerak bo'ladi. Ochiq qilib odamlar kodingizni ham ko'ra olishi kerak bo'ladi. Frontendni ham, backendni ham. Nima uchun bu kerak? Odamlar sizni ishga olmoqchi bo'ladigan bo'lsa agar, rezyumengizda nima qila olishingizni, kod qanday yoza olishingizni ko'rish kerak bo'ladi. Va rezyumengizda mana shunaqa sizni qilgan ishlaringiz bo'ladigan bo'lsa agar, rivojlanishingiz, sizni ishga olishlari oson bo'ladi. Chunki odamlarga juda ham ko'plab, masalan, men ish beruvchi bo'ladigan bo'lsa, menda 10 ta vakansiya bordir. Ko'raman, qayeriga qarayman. Hali men sizni собеседниеga chaqirganim yo'q. Prosta rezyumengizni ko'rayman. Hammasi примерно bir xil stack. Webda ko'pchilik PHP, masalan, nimada frontend bo'lsa JavaScript, kompyuterga yoki искусственный интеллект bilan shug'ullanadigan bo'lsa Python, hammasi примерно bir xil texnologiyalar yozilgan bo'ladi. Nimasiga e'tibor berishim kerak? Yuzingizga qarayman, taxmin qilaman, xarakteri yaxshimikan, boshqamikan deb qanaqadir shunaqa bir pokazatellar bo'ladi. Lekin sizda yozgan kodingiz, qilgan ishlaringiz bo'lsa agar, boshqalar balkim sizdan kuchliroqdir, lekin sizni men ko'ryapman, nima ishga qodir ekanligingizni va уже otsyenka qila olaman, bizga mana bu kerakmi? Va ko'p holatlarda shunday narsani qilib olgan bola, mana bizning ishimizda otsyenka qilaman-da, bu fignya-ku bizda ish deyman. Bu bolani olish kerak deyman-da, keyin собеседникka chaqirishim mumkin bo'ladi. Shansingiz oshadi o'shanda. Kelishdikmi? Kelishdik, tushunarli. Yaxshi. Dilshod, katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Haqiqiy ish suhbatlarida omad tilayman. Xayr, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p.